bugungi kunda biz mard va matonatli xalqimizga serg'ayrat yoshlarimizga ishonganimiz uchun o'z oldimizga katta maqsadlar qo'ymoqdamiz. Kelgusida 3-Renessans poydevorini yaratadigan yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiylar qayerdan paydo bo'ladi? Bu ulkan vazifalarni kim bajaradi deganda men qayta takrorlashdan hech qachon charchamayman. Albatta bu g'oyalar bugungi yangi O'zbekiston yoshlari bilan amalga oshiriladi. Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti, keng imkoniyatlar va albatta innovatsion yondashuv. Bu har qanday mamlakat rivojini belgilovchi jihatlar hisoblanadi. Bugun yangi O'zbekiston strategiyasi tanlagan yo'l ham ayni shu. Unda maqsad aniq, harakat beqiyos, natija muhim. Yoshlar mamlakat kelajagi. Bugun ularga yaratilayotgan sharoit yurt kelajagini belgilovchi asosiy omil ekani ayni haqiqat. Shu maqsadda avvalo ta'lim tizimini rivojlantirish, bu orqali esa bilimli, kreativ fikrlovchi, innovatsion g'oyalarga boy yoshlarni kamol toptirish davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasiga aylandi. Aniq maqsad sari boshlangan keskin qadamlar ko'p o'tmay o'z natijasini bera boshladi. Ilm-fan, ta'lim, sport, sanoat, texnologiya va yana shu kabi bir qator muhim yo'nalishlarda bugun O'zbekiston yoshlarini dunyo tanidi. Bu kabi islohotlarni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasining innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonuni dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini eng yuqori darajaga yetganligini guvohi bo'lib turibmiz. Buni oddiygina yoshlarimiz erishadigan yutuqlardan, ularga yaratib beriladigan sharoit va albatta bu nafaqat O'zbekiston, balki jahon hamjamiyati tomonidan berib boriladigan bahodan ham ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Oddiygina misol qilib, umuman O'zbekiston aholisini biz har doim aytamiz, 60% dan ortig'i, aniqrog'i 64% bu yoshlarni tashkil etadi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bizni xalqimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan, yoshlarni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadigan. Chunki bu yerda bir katta ma'no bor. Yoshlar bu bizning kelajagimiz. Hurmatli prezidentimiz ham doim bu masalaga alohida e'tibor berib, buni davlat siyosati darajasida olib chiqib va yoshlarni har doim bizni kelajagimiz, bizni haqiqiy ertangi kunimiz deb aytib o'tishlari bejizga emas. Bugungi kunda yoshlarimiz haqiqatda yaratib berilgan sharoitlardan unumli foydalangan holda bu sport sohasida deymizmi, innovatsiyalar sohasida deymizmi, ta'lim sohasida deymizmi, bir qancha jahon miqyosidagi natijalarga erishib kelishmoqda. Fikrimizni aniq raqamlar misolida davom ettiramiz. Mamlakatimizda birgina ilmiy innovatsion faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan iqtidorli yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Yoshlar akademiyasi faoliyati yo'lga qo'yildi. 64 ta oliygohlarda hamda 14 ta hududlarda Yoshlar akademiyasi liderlari tizimi joriy etildi. Bu akademiya a'zolari robototexnika sohasida xalqaro musobaqalarda jami 5 ta oltin, 13 ta kumush, 16 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. 2022 yil dekabr oyida birinchi marta ixtirochilik va ratsionizatorlik ko'rik tanlovi tashkil qilindi. Ushbu tanlov davomida respublikamiz bo'ylab o'zini faoliyatini olib borayotgan eng faol innovator ixtirochilarni yig'ishdi va tanlov respublika bosqichi start oldi. Ushbu tanlovda respublika bosqichida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, 75 million so'm rag'batlantirish pul mukofotini qo'lga kiritdi. Bu safar Turkiya Respublikasining Istanbul shahrida Technofest texnologiyalar, aviatsiyalar, xalqaro innovatsiyalar ko'rgazmasini keyingi yilgi bosqichi bo'lib o'tdi. Bu safar bu Istanbul shahrida bo'lib o'tdi. Ushbu xalqaro ko'rgazmada O'zbekiston Respublikasi yana o'zining delegatsiyasi, 20 kishilik delegatsiyasi bilan ishtirok etdi. Men ham ushbu delegatsiya tarkibida Turkiya Respublikasining Istanbul shahriga bordim va u yerda tashkil qilingan xalqaro ko'rgazmada innovatsion loyihalar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega bo'ldim. Va u joyda bizning
delegatsiyamiz tarkibida Nazar X jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy yo'ldosh loyihasini ham olib borildi va o'sha joydagi Turkset nomli Turkiyaning sun'iy yo'ldosh ishlab chiqaruvchi kompaniyasiga taqdim etildi. Bugungi kunda biz yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida biz yoshlar ham boshqa millat vakillaridan qolishmaydigan darajada o'z loyihalarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz. Ya'ni o'sha xalqaro ko'rgazma davomida Ziyodulla Bo'taxonov tomonidan ishlab chiqilgan ushbu loyihaga Turkiya mutasaddi rahbarlari juda ham katta qiziqish bilan e'tibor qaratishdi va o'z-o'zidan ular ushbu dastur orqali boshqa yoshlarni ham o'qitish taklifini delegatsiya a'zolariga berishdi. Ya'ni bu orqali boshqa rivojlangan mamlakatlardagi yoshlardan kam emas ekanligimizni isbotlashimiz zarur. Bizni Toshkent shahridagi Turin Politexnika universitetimiz yoshlari, talabalari misolida gapiradigan bo'lsak, albatta biz birinchi navbatda bizni iqtidorli talabalarimiz Nodirbek Abdusattorov, Johir Singdarov, Asadbek Urunov, Ziyodulla Bo'taxonov, Dilmurod Rustamov kabi yoshlarimizni alohida ta'kidlab o'tish joiz deb o'ylayman. Chunki ular nafaqat o'zlarini kursdoshlari, o'zlarini universitetda o'qiydigan do'stlari, balki butun O'zbekiston yoshlariga namuna bo'lib kelishmoqda. O'zlarini intellektual salohiyati bilan, o'zlarini innovatsion ishlanmalari bilan. Nodirbek Abdusattorov haqida menimcha alohida to'xtalib o'tish shart emas. Butun O'zbekiston, butun xalqimiz, nafaqat O'zbekiston, jahon hamjamiyati ham juda ham yaxshi biladi qanaqangi kuchli grossmeyster ekanligini, qanaqa darajadagi demak o'ynashini. Va bu yerda ikkinchi masalani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Nodirbek kuchli shaxmatchi bo'lish bilan birgalikda bizni eng faol a'lochi talabalarimizdan ham hisoblanadi. Chunki endi o'z-o'zidan bilib turibsiz, haqiqiy muhandis bo'lish uchun albatta alohida bir shaxmatdagi kabi rejalashtirish, alohida bir o'ylash usuliga ega bo'lish kerak bo'ladi va aynan mana shu Nodirbekda juda ham bir yaqqol ko'rinib turadi. Shu bilan birgalikda o'zining innovatsion ishlanmalari bilan hurmatli prezidentimizdan alohida yaqindagina mana Mard o'g'lon medalini qabul qilib olgan bizni Asadbek Urunov talabamiz haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi o'zbek robot doktorini yaratgan, juda ham bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimida umuman olganda kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish afzalligini ko'rsatib beruvchi robotni ixtiro qilgan talabamiz. U nafaqat o'zi, balki butun boshli jamoasi bilan mana bugungi kunda Cosmos Innovation deb nomlanadi, jamoasi bilan juda ko'p loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Va shu bilan birgalikda misol tariqasida demak Dilmurod Rustamov talabamiz haqida aytsak bo'ladi. Bugunda butun dunyoda juda ham tez jadal rivojlanib borayotgan texnologiyalar aslida ayniqsa demak uchuvchisiz uchish apparatlari yo oddiy xalqchil qilib aytganda dronlar masalasida juda ham katta e'tibor butun dunyo hamjamiyatida. Biz bugungi kunda dronlarni ishlatish, o'rganish, ularni boshqarish emas, hattoki o'zimizni mahsulotni, o'zimizni milliy dronlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Aynan bu masalada Dilmurod ham o'zini jamoasi bilan birgalikda mana shu kabi dronlarni ixtiro qilib, ularni hurmatli davlatimiz rahbari prezidentimizga ham taqdimotlarni o'tkazib, bugun ishlab chiqarishga qo'yish ustida ishlarni amalga oshiryapti. Assalomu alaykum. Men Rustam Dilmurod, Turin Politexnika universitetining aerokosmika laboratoriyasining rahbariman. Hozir sizlarga qisqacha laboratoriyamiz haqida gapirib beramiz. Laboratoriyamizga xush kelibsizlar. Ismim Akbarshoh, Nazar X jamoasi texnologik injener sifatida faoliyat yuritaman. Bizning laboratoriyamizda eng so'nggi texnologiyalar mavjud bo'lib, ko'rib turgan qurilmangiz Sputnik simulyatori hisoblanadi va aynan ushbu simulyator orqali biz O'zbekistonning birinchi Sputnikini yasab, uni Turin Politexnika universiteti orqali kosmosga uchirganmiz. Men texnolog Abbos va biz bu laboratoriyada shu va shu kabi barcha turdagi uchish qurilmalari bilan shug'ullanamiz va ularni aynan shu laboratoriyada yaratamiz. Siz aerokosmika sohasiga qiziqasizmi? Talantingiz bormi? Bizda esa sharoit bor. Keling, safimizga qo'shiling.
Darhaqiqat mamlakatimiz yoshlari ta'lim olishi, ilmiy darajalarini oshirib, muvaffaqiyatlarga erishishlari uchun barcha imkoniyatlar yetarli. Masalan, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, doktoranturaga 17.950 ta kvota ajratilib, ushbu ko'rsatkich 2017-yilga nisbatan 10,3 baravarga oshirildi. 2018-2025 yillar mobaynida 1111 nafar yosh olimlar yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkaga yuborildi. Uzoq davrga o'tmayman, o'zimni talabalik davrimni eslayman. Bundan 10 yil oldin mana shu universitet talabasi sifatida biz faqatgina universitetimizda yaratilgan sharoitlar bilan bir nima desam ekan, yo foydalanib, o'shandan unumli foydalanishga harakat qiladi. Bugungi kunda bunaqangi sharoit respublikamizning barcha hududlarida, chekka tuman qishloqlarda ham hattoki yaratilgan. Bularning barchasi IT parklar, yoshlar texnoparklari, har xil biznes inkubator markazlari, yo bo'lmasa mana startap garaj deb alohida ochib borilyapti. Har bitta viloyatlarda yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab, ularni moliyalashtirib, jahon bozoriga olib chiqadigan maxsus shunday tashkilotlar borligi albatta bu katta yutug'imiz deb o'ylayman. Bugungi kunda bizda masalan oddiy universitetimiz misolida yana qaytarib o'taman. Talabalarimiz nafaqat universitet miqyosida yo respublika miqyosidagi tanlovlarda, ko'rgazmalarda, balki xalqaro miqyosdagi tanlov va ko'rgazmalarda ishtirok etishyapti. Oddiy misol shu Dilmurod Rustamov tomonidan yaratilgan dron, maxsus shu dronimizga Koreya Respublikasidan alohida qiziqish bo'lib, hattoki uni ishlab chiqarishga taklifi bilan murojaat qilishyapti bizga. Bundan tashqari mana bir nechta xalqaro ko'rgazmalarda qatnashdik. Abu Dabida bo'lgan, Riyod shahrida bo'lgan, yo bo'lmasa har yili o'tkazib keladigan dunyodagi eng katta aerokosmik texnologiyalar festivali Teknofestda qatnashamiz. Bizni jamoamiz, universitetimiz jamoasi aynan dronlar masalasida o'sha 2000 ga yaqin o'sha ishtirokchilar orasida top 10 talikka kirganligini o'zi juda ham katta natija deb o'ylayman. Ilk bor qatnashishiga qaramasdan va ular alohida bu narsani medallar bilan, ya'ni alohida o'sha yaratilgan ishlanmasiga baho berib, demak maxsus sovg'alar bilan, maxsus nimalar bilan rag'batlantirgani ham buni shu narsani albatta bu nafaqat O'zbekiston xalqaro miqyosda tan olinadigan va unga yuqori baho beriladiganligini misoli bo'la oladi. Ilm-fan rivojlanib borgan davlat dunyo sari yuz tutib boraveradi. Bugun yurtimizda yoshlarni o'qitish, yetarlicha sharoit yaratish kerak bo'lsa, dunyo tajribasini o'rganishlari uchun keng yo'l ochish yangi O'zbekiston islohotlarining muhim vazifasiga aylandi.